Zakatni saqlashning hukmi. Savol. Assalomu alaykum. Zakat musulmonning zimmasidagi 5 farzning ichida bor bo'lgan qilishga tegishlik ish. Lekin ba'zilar muvofiq odam topolmadimi yoki nima uchun bilmadim, ishlatmasimi zakatni kartaga saqlab turadi ekan. Buning hukmi qandoq? Saqlasa bo'lamdi. Zakatni ayirgandan keyin mancha kun ichida cho'qim berish kerak deb biror hadis bormi? Mushu to'g'risida aniqroq tushuncha hosil qilay degan. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oila tavobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Mal mulki boylik o'lchamiga yetgan kishi zakatni ayirib beroladigan ahvolda saqlab olmay darhol berib o'tishi vojib bo'lib, kechiktirib etsa to'g'ri bo'lmaydi. Chunki zakat degan fiqir, miskin va shu qadarda Alloh taolo tilga olgan 8 turning haq-huquqidir. Navoda uni vaqtida bermasa, ularning haqqini orqaga so'zib o'tish qilmishi kelib chiqib qolmay, vaqtning o'tishi bilan unutilib yoki pul lozim bo'lib qolib xajlab o'tish yoki o'lib ketib berilmay qolish natijasida zakatni yeb ketish yoki berilmaydigan bo'lib qolish ahvoli kelib chiqishi mumkin. Buningdan zakat oldiganlarning ziyonga uchrashidan boshqa zakat gadinida qilishdek yomon oqibat kelib chiqadi. Bu vaqtda Hanafi mazhab olimlaridan zakatni o'zirsiz kechiktirishning tahrimiy makruhligi, vojibni vaqtida ado qilmagan ahvolda fosiq bo'lish bilan birga u kishining guvohligi qabul qilinmaydiganligi bayon qilingan. Zakatni kechiktirishga biror zaruriyat bo'lmagan ahvolda darhol berib o'tishi vojib. Kechiktirib esa gunohkor bo'ladi degan bu qarash ko'pchilik olimlarning qarashi bo'lib, İmam Qardavi qatorliq muhaqqiq olimlar mushu qarashni to'g'ri deb qaragan. Uqba ibn Haris radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizga asrni o'qib berib, oldirab uyga kirib ketib, uzun turmasdilla yenib chiqib edi. Oldirganligining sababini so'radim. Rasululloh menga: "Uyda sadiqadan qolgan azroq oltin bor edi, uni kech kirgicha uyda saqlashni yoqtirmay taqsim qilyaptim" dedi. Bu yerdagi sadiqa so'zi zakat va boshqa ixtiyoriy sadiqalarni o'z ichiga oladi. Bu hadisda Rasululloh zakatni bir kecha uyda saqlashni yomon ko'rgan. Bu zakatni vaqtida berib o'tishga aldirashning mustahabligini ko'rsatadi. Lekin qanchalik muddat kechiktirish doirasiga kiradi? Ma'lumki, zakat ayiradigan mol-mulk ikki turlik bo'ladi. Biri mol chorva, tovar va naqd pullarga o'xshagan igdorchilikqa o'tib 1 yil o'tsa zakat vojib bo'ladigan mulk. Yana biri ziroat va meva-cheva mahsulotlarga o'xshagan qachon hosil olsa shu chaqda zakatini ayiradigan mulklar. Bu turlik mulkda Janobi Alloh uning haqqini hosil olgan kunlar beringlar deb buyurgan. Pul va tijorat tovarlari hamda mol chorvalarning zakatini ziroat zakatiga qiyos qiladigan bo'lsak, 1 yil to'shqan kunda yoki atsi berish vojib. Onundan bir qancha kun kechiktirsimi gunohkor bo'ladi degan mazmun chiqadi. Lekin shariatdagi qulaylikni yoqlash va qiyinchilikni yengillatish qoidasi bo'yicha yo'l tutqunimizda biror haftadan oy oxirigacha kechiktirsa mayli deyish mumkin. Ammo bir oydan kechiktirib o'tishga bo'lmaydi. Zakatni beradigan turuqliq kechiktirib etsa gunohkor bo'lish bilan billa zakat pul yo'qolib ketsa yenidan to'laydi. Shundaqla ko'z oldida och yalang'och qilayotgan zakatga loyiq kishilar turib boshqalarga beraman deb saqlab olsa-mu gunohkor bo'ladi. Lekin kechiktirishga majbur bo'lib qolgan yoki vaqtida bersa o'ziga mol-mulkiga ziyon yetadigan tuvandagidek ba'zi bir ahvollarda ulamolar bir muddat kechiktirishga ruxsat qilgan. 1. Zakatni islom hukumati yig'adigan bo'lib, agar yil to'shqan chaqda zakatchi kelmay o'zi vaqtida berib etsa, zakatchi buni hisob qilmay qayta oladigan bo'lsa, zakatchining kelishini saqlaydi. 2. Zakatni texmi loyiq, texmi muhtoj biriga yoki tuqqan, qo'shni keladigan biriga berish uchun uning safardan qaytishiga yoki uningga yo'llab berishga bir muddat saqlasa bo'ladi. 3. Zakatga naqd pul beradigan bo'lib, qo'liga naqd pul kirgicha yoki birsidan pulini olguncha saqlasa bo'ladi. 4. Biror yurtda ocharchilik yoki yer tavrash yoki urush tufayli yordamga pul to'plash yuzasidan ma'lum miqdorda pul yig'ilguncha zakatni ayirib qo'yib saqlasa bo'ladi. 5. Hukumatdan yoki o'g'ri bulanchilardan qo'rqib zakatni vaqtida bera olmay qolgan bo'lsa, majbur bo'lganlik jihatdan toki xotirjam beriladigan bo'lguncha kechiktirsa gunoh bo'lmaydi.
6. Zakat oladiganlarni tepib bo'lguncha yoki bar kishilarning zakatga loyiq yoki emasligini aniqlab bo'lguncha saqlasa bo'ladi. Yuqorqi ahvollarda zakat berguvchiga yoki zakat olg'uvchilarga ziyon bo'ladiganlikdan kechiktirishga ruxsat qilinadi. O'lib ketish ehtimolligi bo'lg'achqa, bundaq kechiktirgan ahvolda zakat pulni ayrim qo'yib, ustiga zakat pul deb yozib qo'ygani yoki bolalarga taplab qo'ygani yaxshi. Demak, yuqorqidek o'zir tepilmagan ahvolda foydalanish uchun zakatni saqlab olmaslik kerak. Buningga asosan zakat ayirish vojib bo'lgan chaqda, masalan, Ramazonning 1-kuni zakat ayirib kelayotgan bo'lsa, 1-kuni ayirib shu kuni yoki bir necha kun ichida berib o'tishi lozim. O'ziga pul lozim bo'lib qolganlikdan zakat pulni boshqa yerga ishlatib o'tib, keyin berarman desa bo'lmaydi. Shundaqla biror joyga yordam to'plash yo'sidan yoki zakatni tarqatishdan ansirab qolgan ahvolda bak uzunga so'zmay Ramazonning oxirigacha kechiktirishga bo'ladi. Eng afzali Ramazon kelishdan burun zakatga ehtiyoji bor o'rinlarga oldin berib mengib, keyin Ramazonning 1-kuni zakatini hisoblab ko'rib, zakatining qolgan qismini berib o'tishdir. Ko'pchilik olimlarmi zakatni oldin bervasi bo'ladi deb qaraydi. Zakatni yil bo'yi har oyda azroqdan bo'lib berishkimi bo'lmaydi. Imom Ahmad rahmatullohi alayhi urug' tuqqanlarga har oyda beradiganiga oyliqqa bo'lib bersa joiz bo'lmaydi. Ammo vaqtidan burun bo'lib yoki biroqla oldin bervasi bo'ladi. Chunki u kechiktirmagan degan. Buni boshqa olimlarmi mundaq ta'kidlagan. Zakatni darhol tarqatib o'tish vojibdir. Ammo zakatga loyiq kishilar kelsa, yil bo'yi udulliq tarqatish uchun zakat berguvchining qo'lida qolsa joiz bo'lmaydi. Chunki bu zakatni kechiktirib o'tishdan iborat. Bu yerda shuni eskartib qo'yish kerakki, har yili zakat berishni hijriya kalendari bo'yicha Ramazon yoki boshqa bir oyni muqim bekitib ayirish lozim. Bo'lmasa, milodiy yil hijriya yilidan har yili 11-12 kun atrofida uzun bo'lganlik tufayli 33 yilda 1 yillik zakat kadanda qoladi. Yana zakat pulni mayli qandaq yaxshi niyatda bo'lsin, tijoratga selib avutishga bo'lmaydi. Balki kechiktirmasdan joyiga berib o'tish lozim. Chunki tijoratga salgan ahvolda haq egalarining qo'liga tegmay kechikib ketadi. Darvaqa zakatni vaqtida ado qilib olish ko'ngilni xotirjam qiladi. Chunki inson ati o'ziga nima bo'lishini, sharoitning qandaq o'zgarib ketishini bilmaydi. Ko'rib turibmizki, bir necha yil burun zakatni xohlagan vaqtda, xohlagan yerga bera oladiganlar bugungi kunda zakatini berishga petinolmas bo'lib ketdi. Bu to'g'rida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam targ'ib qilgan sadiq qilinglar. Sizlarga shundoq bir zamonlar keladi-ki, kishi beradigan sadiqasini ko'tarib yurib, uni oladigan odam topolmaydi. Kishilarga tanglasa, uni tunigun elib kelgan bo'lsang, qabul qilgan bo'latdim. Bugun uningga hojatim yo'q deb qabul qilmaydi. Vallohu a'lam. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh 2016-yili 11-oyning 20-kuni 33 nomerlik fatvo 2-tom